Bugun Andijondagi eng boy sartaroshdan intervyu olamiz. U necha pulga soch oladi va necha pullik sostenasi bor. Shu haqida hozir ko'rasizlar. Diyor aka 33 yoshda 16 yillik tajribaga ega, hozirgi kunda trendda ko'p tarmoqli barbershop va beauty salonlar asoschisi. Diyor aka hozirgi kunda nechta sartaroshxonangiz va nechta ishchingiz bor qo'lingizda? Hozirgi kunda 3 ta salonimiz bor. Ayollarga, erkaklarniki общий 40 ga yaqin xodimlar ishlaydi. Birinchi mashinangiz qanaqa bo'lgan va hozirgi holatda qanaqa mashinada yuribsiz? Birinchi mashinamiz Matiz bo'lgan. Hozirgi kunda o'zimiz yaxshi ko'rgan, qiziqqan BMWda. O'zi ko'pchilik Diyor akani sartaroshlarni BMWs deb biladi. Sartaroshlar Ina markasi. Ina markasi. Keyingi savolga o'tamiz. Aka, eng qimmat olgan sochingiz qancha va bu yerga kelib sochni oldirsa, obishniy holatda qancha? Bu yoqqa zaps bilan keladigan bo'lsa 200 ming so'm, 300 ming so'mdan boshlanadi. Eng qimmat soch olganimiz shu borib xizmat ko'rsatganimiz 300-400 dollargacha. Borib xizmat ko'rsatish ham bor. Bor. Hojakalariga faqat. Hojakalariga borib. Kim aka ayta olasizmi? Endi akalar kattalar, rahbarlar odamlar. Oddiy sartaroshlarga soch olish narxini, qiymatini ko'tarish uchun qanaqa maslahat berasiz aka? Endi hamkasblar ko'p, juda ham oddiy. Endi bu sohada yangi boshlaganlar ko'proq shu hunarni yaxshi ko'rib o'rgansa, ustida ishlasa, o'zi avtomatik narx oshib boraveradi. Keyin BMWda yuradi, xudo xohlasa. Niyat qilib yonida yuradi. Keyingi savol, aka, yaqin odamingizga eng qimmat bergan sovg'angiz nima bo'lgan aka? Yaqin kunlarda mana shu. Shu endi eng yaqin onamizga aka, shu ko'niga tortgan narsa nima yangi chiqsa telefon oxirgi marta 17 oygacha. Mashalloh, ko'zga ham nasib qilsin. Diyor aka, bir kunda qancha pul topasiz aka? Sartaroshlik orqasidan. Buni aytmay qo'ysa bo'laradimi? Bo'lmasa aytmaylik, bitta narsa qilaylik. Kommentariya yozishni, shu topgan odamni sochini bekor yopib olasizmi? Albatta. Kelishdi. Kommentariya yozib qo'yinglar, Diyor akam bir kunda qancha pul topadi, shu odam sochini Diyor akam bekor yopdi.